Endi bu yerda Jugulyan Smayidin ko'p aql parasatlik tursa, bu ikkisini tutishgan joyda Smayi bir qitim yengib baqmagan tursa, hatto eng oxirida o'lib ketgan Jugulyanmi hayot Smayini qo'rqitib atgan tursa, nima uchun Nurg'ullar yenila Smayiga amroq Smayini aql parasatlik deydi, Smayini cho'ng bo'ladi. Ajba hayot qolganligi uchunlarmi? Ondasa hayat qolganligi uchunla hayatla o'lganlar yomon bo'ldi shu bo'lsa, nima uchun Zhang Fei'ni Lübudi yomon demaymiz? Nima uchun Lübu baldir o'lib ketgan bo'lsa-mu, payg'ambarning birinchi o'rin turdi. Uning keyingi Zhang Fei, Guiyu, Zhao Zilonglarni Lübuning oldiga o'tkazib atmaymiz. Demak, bu yerda faqat hayot qolganligi uchunla yomon deydigan gap bo'lmaydi. Shundaqmi, bu yerdagi Savsavmi Lübeydan burun o'lib ketdi, lekin Nurg'ullar yenila Savsav qo'ydi. Qanday Savsav hayot bo'lgan bo'lsa, andaq deydi, mandaq bo'ldi deydi. Demak, Smayini Jugulyandan aqlliq deganlar yolg'iz Smayining hayot qolganligi uchun degan gap emas bu. Unda buning zoidning gappa. Mazmun qiziqilgan do'stlar meni go'nja qilib, bir talax sujug'unlan birib, filmning davomini olinglar. Qissa haqida bayon. Kichik vaqtimizda 70 parchalik haqida qissani Tilziyat teatr altida ko'rib tushungan vaqtning o'zida Nurg'ullar Jugulyanga amroq degan dastlab shunami Smayiga o'chdi, hatto nafratlandi. Biroq cho'ng bo'lgandan keyin, aql topgandan keyin Barbara Jugulyan qaraganda Smayiga bekarak amroq bo'lib qoldi. Nimishqa? Chunki Smayining hayoti, kechirmishi Jugulyan qaraganda bizning hayotimizga bekarak yaqin. Yani Jugulyan o'tirib chiqqandilar. Ataydan bu yerga Lyushanda oldin qismdim dedim. Kapi 3 qatim ziyorat qilib turib, butkul elde Van Xong'lib turgan yotgan ajra deb turib taklif qilindi. Başdan axir o'lib ketgich ajoyib e'tiborlandi. Lyubey o'lib ketgandan keyin buning o'g'li yana vazirotda deb noit cho'ng bildi. Jugulyan gansho diyar, Meyrin gansho diyi mushundaq bo'lib ketdi. Hammamizning mushundaq nomma bir ishdan shuhratga erishishimiz bor, lekin amaliy turmushda nada bunda bo'lsin. Shunami? Nadimi bu Jugulyandak umutsizlik uchirmaylar, e'tiborli deb shon shuhrat nomma bir o'yqirish mushundaq bo'lib ketgan ish bor. Dal aksicha Smayiga o'xshab qolamiz. Ya'ni bizning hayotimizda Smayiga o'xshash to'liq qardiligimiz, tadqiq qilamiz, to'g'ri tushunmaymiz, boshqalar bizga o'rk olaydi, putlaydi, shunami? Smayining 7 qatim qalsi iling'ili tas qoladi. 3 qatim zindonga tashlandi. Doim tadqiq qildi. Bu yer Smayiga oid tushganda chaqirib akildi, ishlatib foydalanishga tugagan vaqtida haydayotdi. Bizning hayotimizda bizmi shundaq ishlar to'lib uchraymiz-ku. Buni aydibatgan ustiga yana uyga oyg'oqchi, ko'z quloq, shpiyun qo'ydi dexe. Buning har bir harakatini ko'z tuturdi. Eng dastlab bu Savsav ketilgan vaqtimizda Goja o'ldi, Jugulyan o'tirib chiqdi, Savsavni qishda e'tibornoma deb chiqqan. Savsavga 11 yil xizmat qildi. Biroq Savsav izchil buni e'tiborlab ishlatmadi, chatga qoqdi, balamga dars o'rgatdi, buning o'ylig'indek bir o'ringa erishmadi. Smayi 11 yil chidadi. Smayi 41 yoshga kirgan vaqtimizda bu yerga Savsav o'lib ketdi. Smayi o'yildi. Hey, oxiri o'ldi men Smayi degan qul. Endi buning o'g'li Savpi o'tirib chiqdi. Savpi taxtga chiqqandan keyin Savpi bilan bizning munosabatimiz yaxshi. Bu meni bak cho'ng bildi. Endi bir e'tiborli cho'ng ishlarni tarixdan qoldirgan ishlarni qilaman desa, Savpi Savsavdan yilga chiqib qoldi. Ya'ni bu yerga Savsavdan o'ta buni ishlatdi, ko'z quloq qilib qo'ydi. Paylanıp popla bunu haydavatdı, günah buyuruydu, şunami? Smayi qattiq pushayman qildi. Endi bu Savpiga 7 yil xizmat qildi. Smayi 47 yoshga kirganda Savpi o'lib ketib, buning o'g'li Savri taxtga chiqdi. Hey, endi qanday qila deb tursa, Savrimi otasiga yana varislik qilib, davomli turda buni chetga qoqdi. Buni usulqatli bu yerga Savjan qatorliqlar, Sav jamoatidagilar, sizlar Smayiga o'rk olaydi, buni chetga qoqidi, buni gunoh buyuruydi, isbot buni ko'rmay o'ldirib atqizlanba. Smayi yenilchi dedi. Endi men Savriga xizmat qilishayotda bu cho'ng to'kib ko'rsatdi. Mingdan tirik tutib, Savrininki hayotini qutuldirib qoldi, Jugulyanni qayt chekin dedi. Biroq nimaga erishdi? Hech nimaga erishmadi. Yenila davomli tadqiq qildi. Jugulyan bilan bo'lgan jangda qayt tutishib, o'zining bu yer Jugulyanning raqib emasligini his qilib, buni bilan tutishib petlanmadi. Men seni jang qilib yangamga bilan mudofiani chiqim qila olmayman deb qattiq mudofiaga o'tdi. Sening ochlig'ingni tugusul chekinsan go deb qilsim chiqmadi, haqoratlisim chiqmadi, hatto xotin kishining ko'ylagini versim chiqmadi. Ish qilib, mumkin bo'lib mudofaa tursam bo'ldi-ku dedi. Smayi 60 yoshga kirganda Savrimi o'lib ketdi.
Endi bu vaqtingizda bu yerki Simayimo bu savuşan qatorliqlarning yüzden qaçıp qutulish uchun qaytini bir qitim kasal holatiga kirib oldi. Burun sağ vaqtidan bir ishda qilgan-ku. Endi bu qitim texim chandırib qo'ymaslik ham yashanib qolganligi uchun davomli kasal sifatida karvat yetib oldi, karvatidan tushmadi. Oxirida savuşanning nazardan qutulgan vaqtingizda bu shamshirni bir qitim chiltidi. Shuning bilan Gül ve Sav cəmiyyətinin bir ömürtükə eligini Simayi ilk aldı. 70 yaş kirgan vaqtingizda Loyanı qo'lga oldi Simayi. 41 yil vaqt ketdi o'ylab baqiman. 41 yillik azob, mushkulat, chatqaqish, to'g'ri tushunmaslik, qashlash, putlash, bundaq ko'p ishlarga biz uchraymiz. Biroq bundaq ko'p ishlarga chidiy oladiganlar, bardashlik qila oladiganlar qanchalik. Shuning uchun men Nurg'ullar Simayini o'ygunima bu degan deyman. Simayning aql parasti, donishmanligi, ilgalik u bo'lni ben. Mushu buniki chidamchanligi, savr taqtini bir do'rab yiqilgan deyman. 41 yil emas, 11 yil. 1 yil bunda qilishmi intayin tas. Shunaqa. Shuning uchun uch parchalik haqida qilsan namli qasarda bu Jugulyanning hayoti qaraganda Simayning hayoti bizga yaqin bo'lg'achqa Nurg'ullarning Simayini yoqtirishi, amra qilishi, barbara buning qoyiluvchi sabab dalmishadi. Qanday dedim? Do'st ko'z qarshinglarni penguchi qoldiringlar. Davomli o'rtoqlashimiz. Rahmat.